30 yoshlar cho'misidagi nihoyatda boy bir ayol bor edi. U nihoyatda hakavur mijazi chus bo'lib, yo'ldoshi bilan bu sababdan ayrilib ketgan edi. U bir kun etiganda hashamatlik mashinasiga o'ltirib ketib etib, yo'l bo'yida yerlik tuxum setib o'ltirgan bir ayolni ko'rdi-da, tuxum setib olish uchun uning yeniga keldi. "Tuxumlarni qancha puldan sotdingiz?" deb so'rdi u hakavurlik bilan. "1 liraga bir dona", dedi ayol muloyimlik bilan. "10 donasini 8 liraga bersangiz olaman." Ayol nihoyatda mug'ambar edi. Tuxumchi ayolning pulga bekmi ehtiyoji bo'lganlikdan azon setib etdi. Boyvachcha ayol "Ajab, azon elib oldim-ku" deb mag'rurlarcha tuxumni elib mashinaga mingan peti ketib qoldi. U yana bir do'stini chaqirib, uning bilan hashamatlik bir oshxonaga kirdi-da, ehtiyojdan ziyoda nurg'un yemekliklarni buyurtib, ikkaylan mazza qilib yedi. Ondan yana nurg'ulg'an tamoqlar taxsladi shu peti eshib qoldi. Bir qitimliq tamoq pulisi 230 lira chiqqan bo'lsa-mu, boyvachcha ayol 250 lirani shartida chiqarib, "Bo'ldi, oshxon pulni qaytarmasingizmi bo'ladi?" deginicha do'sti bilan xo'shlashib, hakavurlik bilan yerga taq-taq desib ketib qoldi. U tez suratlik yo'lda ketib etib, tuyuqsiz mashinasi buzilib qoldi. Yo'ldan o'tgan mashinalarga qo'lni pulantirib yordam berishni so'rgan bo'lsa-mu, hech kim to'xtab qo'ymadi. Bir hazodan keyin qo'nroq mashina mingan, oddiy kiyingan bir yigit mashinasini to'xtatib, "Yordamim kerakmi?" deb so'radi. Yigit qizning talabi bo'yicha mashinasini yo'lda qo'yib, uni uyga yetkazib qo'ymoqchi bo'ldi. Paranglashish yanada u yigitning oliy maktab o'quvchisi ekanligini bildi. Yigit nihoyat adablik bo'lib, uningga qilchi yomon nazar bilan qaramagan edi. Qiz uningga dastlabda yomon gumon qilganlikdan o'kindi va kira haqqini to'liq berish niyatiga keldi. Yigit yo'lda ketib etib qo'noq setayotgan bir bovayni ko'rib, uningdan 2 dona qo'noq setib oldi va normaldan ziyoda pul berdi. Boyvachcha qiz buningdan hayron bo'lib, "Siz nemishqa ozroq qo'noq setib olib, jiq pul berasiz?" dedi. U nihoyatda namrat bir odam ekan. "Men bunday qilishni dadamdan o'rgangan. Dadam ko'chada bir narsa setayotgan ehtiyojli namrat kishilardan bir narsa setib olganda, ularga chandurmasdan yaxshilik qilish uchun normaldan jiq pul beradi. Men kichik vaqtimda dadamga e'tiroz bildirib, nima uchun bunday qilganligini so'rasam, dadam, "O'g'lim, bunday qilish kambag'allarning yuzini tushirmasdan izzatini qo'g'dab turib yordam berganlik bo'ladi. Bizdan ortiq bir narsa ketmaydi, ammo ularni bekmi xushal qiladi" degan edi. Yigitning bu gaplarni anglagan boyvachcha ayol heliqi tuxumchi ayolga qilgan muomalasidan bekmi numus qildi. Ayol uyga yaqinlashganda tushmoqchi bo'lib, "Kira qancha pul bo'ladi?" deb so'radi. "Hech narsa ketmaydi, faqat bir shartim bor. Siz faqat uchirgan kishiga yaxshilik qilsangiz bo'ladi." Boyvachcha ayol uyga kirib cho'nqur o'ylanishga boshladi. Yigitning ish harakatlari uningga bekmi ta'sir qilgan edi. U yanjug'ini pulga to'shqizib, darhol tuxumchi ayolning yeniga bordi va uningga yenidagi hamma pullarni beribdi. Tuxumchi ayol nim bo'lganligini bilmay gangirabla qoldi va yig'lab soldi. "Allohga shukr, endi men do'rxonaga berib og'rib qolgan qizim uchun dori setib ololadigan bo'ldim", dedi u ko'z yosh surtgach. Bu qitim boyvachcha ayol umrida his qilib boqmagan ajoyib bir xushallikni, ya'ni boshqalarga yaxshilik qilishning lazzatini his qildi. Atsi tuyuqsiz mundaq bir ish yuz berdi. Uzundan beri ayrilib ketgan yo'ldoshi o'g'lini elib uni izlab keldi. U ayolning hakavurligi va tili uzunlik sababli ayrilib ketgan hamda bolasini uning bilan ko'rishtirmagan edi. Bu qitim u boshqa bir shaharga o'g'lini elib ko'chib ketmoqchi bo'lib, o'g'lini oxirgi qitim onasi bilan ko'rishtirish uchun kelgan edi. "Men boshqa bir shaharga ko'chib ketmoqchi. U yerda pul tepib, sana o'xshash boy bo'lib, meni va meni boqqan namrat dadamni ayblayolmaydigan bo'lgan cheg'ingda qaytib kelaman", dedi xo'shlashib. Boyvachcha ayol bundan keyin xatoliklarning o'rnini to'ldirib birga yashash orzusi bor ekanligini deb yolvordi. Shundan boshlab ayoldan nihoyat yaxshi o'zgarishlar paydo bo'lishga boshladi va gunohlarga chin qalbidan pushaymon qildi.